Melodiy kalendar bo'yicha 1 yillik. Xo'p. Boshlaymiz bo'lmasa, boshlang'ich bahosi bunda ham adashmasam $10 boshlanadi, so'ng ko'tarilish sodir bo'ladi. Shu bitta iltimos bo'lyapti. Mana shu qo'chqorni ham bitta taroziga qo'yib qo'yaylik. Ha, bo'ldi, marhamat. Bitta taroziga qo'yib qo'yaylik, yana undan keyin aksionni boshlaymiz. Demak, e'tiboringiz markazidagi Prins qo'chqorning avlodi sifralar menga ko'rinmayapti, lekin Nuriddin aka iltimos qilamiz. kilo. 108 kilo. 108 kilogramm vaznga ega bo'lgan qo'zi qo'chqor 2 tish. Ya'ni qo'ylarning o'zini yili bilan hisoblaganda 2 yosh, 2 tish. Soyda 11,5 ga savdo bo'ladi. $10 boshlanadi, buni ham Soyda 11,5 ga savdo bo'ladi. Bu nechaga sotilarkan ko'ramiz. Boshladik, ha, boshladik. Yo'q, mashinaga o'xshagan. Kim $10 taklif etadi ushbu qo'zi qo'chqor uchun? Marhamat. 11,5 ga so'nggi. $10. $20. $30. $40. Ha, $50. 50. $50. $60. $70. $80. $90, $100. 110. 120. 130. Kim ko'proq beradi? 140. 50. 150. Ko'proq berasizmi? 160. 160. 170. 10dan ko'taramiz ekan, insof bilan. Xo'p. 180. 190. 200. 210. 210. 220. 230. 40. 50. 280. 290. 300. $300 chiqdik. 310. 320. 330. 340. 350. 350. 360. 370. $10'dan. 380. 390. 390. 400. 410. Yo'tal kelib ketyapti. 410. 420. Bo'pti, ular ko'tarib olsin, biz bu taraf sotib olamiz. 430. 40. 450. 50. 60. $460. $470. 500 baho taqdim etayotgan inson bor. 500 Amerika Qo'shma Shtatlari dollari va $510 baho taklif etilyapti. Barchani birdek kuzatishga harakat qilamiz. $520. $520. $530. Yosh xaridorimiz qancha endi bu? 500 dan o'tib ketdik-ku. $530 da turibmiz. Xo'p, 530 kim ko'proq beradi? 540. 550. 560. 570. 570 kim ko'proq beradi? $580. Ha, 90 ga ko'tarsak bo'ladimi? 590. 600. 600 Amerika Qo'shma Shtatlari dollari taklif etilyapti. Aynan mana shu ikki tish buzgan 610 taklif etilyapti. 610. 20. 620lik 30. 630. 40. $640. 650 bor biz tarafda. 650. $660. $60 to'xtadik. $660. $670. 80. $690 taklif etilyapti bu tarafdagi inson. 700. 700. 700 Amerika Qo'shma Shtatlari dollari. Qo'llarni ko'rmayapman, demak. Mana $700 da turibmiz. Ha, 700 bu insonmi? 700 da. 700, 700, 700. $710. 710, 720. 730. $730. Kim ko'proq bermoqchi? 730 Amerika Qo'shma Shtatlari dollari haqida gap ketyapti. Bor qo'shadigan $730 da to'xtadik. 730 kim ko'proq bermoqchi? Aynan siz biz mehmon bo'lib turgan ushbu fermer xo'jalikda
o'stirilayotgan qo'zi qo'chqor. 780 dollar. 780. Kim ko'proq beradi? 780 Amerika Qo'shma Shtatlari dollari. 780 eshitilishi vahima. 780 dollar. Xo'p, 780. 790 dollarga chiqdik. Bu taraf jimib qoldi. 790 narigi tarafdan kimdir sado beribdi. 790 dollar. 800 dollar. 800. Mana shu tarafda turib men ham eshitdim mana shu inson ovozini. 800 dollar. Sanang, Ibrohimjon aka. Xo'p, hamma rozi bo'lsa 801. Qimmatroq taklif etadigan bormi? 810 dollar bo'ldi. 810 dollarga chiqdi. 810. 820 ga chiqdi. 820. 820 dollarga chiqdi. Bormi ko'proq taqdim etadigan, taklif eta oladigan? 820. Amerika Qo'shma Shtatlari dollari haqida gap ketyapti. 820. Sanoqni boshlashga tayyorman. Jimlik bo'lsa 821. 830. 830. 850 dollar. 10 dollardan sakraymiz dedik-ku. 20 qo'shib qo'ydi ishqiboz ekan akam. 2 marta qo'l ko'taribdi-da. Mayli, 850. 850 da turibmiz. Qo'chqorni bitta aylantirib bering. Qo'chqorni ko'rsatinglar. Ko'rsating qo'chqorni aylantirib bering. 850 nimaligini ko'rsin-da xalq. Yaqinroqdan keling. 850 dollarda turibmiz. Arashan avlodidan oltin rangda tovlanyapti o'zi ham. 850 Amerika Qo'shma Shtatlari dollari baholanmoqda. Kim ko'proq bermoqchi? 850. Sanoqni boshlayapman. 851. 860 dollar. Aytdim aka, bugun kechib qaytib bo'ladi, xudo xolsa. 70 dollar. 870 ga oshdi baho. 870 AQSh dollari. Mana shu ikki tish buzgan qo'zi qo'chqor uchun. 880 dollar. 880 Amerika Qo'shma Shtatlari dollari. Mana shu 2 yoshli qo'zi qo'chqor uchun. Bo'ldi aka, gap. 100 kilogrammdan Toshqonga chiqdi. Ibrohimjon aka 890. 900 dollar taklif etilyapti ushbu qo'zi qo'chqor uchun. Hammani birdek kuzatish qiyin bo'lyapti. Bo'ynim og'rib ketdi rosti. 900 dollar. 900 Amerika Qo'shma Shtatlari dollari taklif etilyapti. Menimcha yomon baho emas. Sanoqni boshlasak bo'ladi. 901. 902. Hamma rozi shekilliga. 903 sotildi. Muborak bo'lsin. Qarsa cho'p qo'yinglar. Barakasini bersin. Keling endi davra markaziga keling. O'tkazib olinglar mana shu insonni. 900 bilan kelyapti, o'tkazmaymizmi ham? Amerika Qo'shma Shtatlari dollari qo'l olishib qo'ydinglarmi? Ha, bo'ldi, kelishuv bo'ldi. Muborak bo'lsin. Chorvangizga chiroyli barakalar bo'lsin. Chorvangizga baraka tilaymiz. Qarsa chop qo'yinglar. Arzon bo'ldi deyapti mana. Ko'z tegmasin. Va bir iltimos bo'lyapti. Agar darvoza oldilariga qo'yilgan avtomashinalar bo'lsa, iltimos qarab qo'yinglar, chunki kirdi chiqdiga xalaqit beryapti ekan. Avtomashina bilan tashrif buyurgan aziz mehmonlar, iltimos darvoza tarafdagi avtomashinalar